Assalomu alaykum ko'hitang bolalari. Sog' salomatmisiz? Charchamasdan yuribsizmi? Mana bugun yakshanba, yaxshi dam olib, yaxshi darslarni qilib bo'ldingizmi? Biz bugun ko'hitang bolalar bilan oshqozon uchun foydali bitta salatni tavsiya etmoqchimiz. Bu salat bir bo'sh karam, bitta sabzi shundan tayyorlanyapti. Karam mayda to'g'riladi. Sabzi ham to'rkadan o'tkaziladi. Bir qoshiq shakar, bir qoshiq tuz solib yaxshilab g'ijimlanadi. Faqat suvlar sal-sal chiqquncha. Keyin mana shunday bankaga trambovka qilib solinadi. Yaxshi trambovka qilinsa suvi chiqishi kerak. Sal-sal 2-3 kunda tayyor bo'ladi. Ungacha hozir solib bo'lgandan keyin ustiga bittagina piyola yoki krishka yoki shunchaki bir salfetkani qo'yib qo'yasiz. Hech qanday og'zini buramaysiz. Har ertalab, har kechqurun orasiga mana bu unday shashlikni sixmi yoki biron yog'ochmi ingichka shuni tiqib qo'yasiz. To'g'ri ichiga sal suv aylanishi kerak, suvi chiqishi kerak bir-biriga. O'sha teshik qilib qo'yasiz. 2-3 kundan keyin ko'rasiz, tayyor bo'lgan bo'ladi. Buni bemalol iste'mol qilaverasiz. Bu oshqozon uchun foyda, bolalar uchun foyda. Tez qilsangiz, svej undan ham yaxshi. Hozir bozorda qishki karamlar juda ko'p, sabzilar juda ko'p. Ko'p solmaysiz, bir bo'sh karamga bitta sabzi yetarli. Kam xarj, oddiygina salat. Hammangiz uchun foydali, yoqimli ishtaha osh bo'lsin, azizlarim. Qilib bering bolalaringizga.